Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Instagramda istoriyalarni ko'rdilaring. Qanday qayerga kelganimni. Endi bilishlaring mumkin, bugun bizlarda obzorimizda bombitskiy obzorlardan biri bo'ladi. Bugun bizning obzorimizda bitta avtomobil emas, bir nechta avtomobil bo'ladi. Birinchisi BMW X6, ko'p obunachilar kutgandi. BMWdan. BMW X6 motori 3 litrlik, bitta turbinali 2013-yil полностью stokovoy M paketda. Motori N57 bo'ladi. Mashinaning holati endi BMW fanatlari o'zi asint qiladi shu qanday ekanligini. Buni mana bu yerda yonlarida ventilyatsiya qiladigan joylari bor tormoziga. Bu birinchi avtomobilimiz. Ikkinchi avtomobilimiz bu ham BMW E39 2.8 lik mexanikada. Mashinani hozir hammasini birma-bir aylantirib ko'rsatamiz sizlarga. Ikkinchisi yana bitta BMW. Obunachilar xursand ketadi, lekin BMW ko'rsatgan sari. Shu qatori operatorimiz. Bu ham 3 litrlik, bu ham mexanikada BMW E39, bu ham diskalariga alohida bitta e'tibor berishlarini so'rayman bu mashinaga. O'zim ko'raman, o'zim xursand ketyapman mashinalar, to'g'risi. Shuncha mashina borligidan. Hozir 3 ta sanadingmi? Yana bitta. Bu ham BMW legendarni BMW E34 rangiga alohida e'tibor berishlaring mumkin. Kimlargadir E39 yoqadi, agar sravneniya qilish kerak bo'lsa, qaysi birini tanlash kerak bo'lsa, BMWlar ichidan E34 legenda haqiqatan ham, lekin bu mashinani ideal holatda saqlash, ularni sodержать qilish oson emas. Bu ham alohida bitta proyekt, bunga ham bitta obzor bor. Keyingi avtomobilimiz har qalay Mercedes AMG 5.5 motor. Mashina V8 motorda. Hech qachon universalni bunchalik zo'rligini hech o'zim tasavvur qilmagandim. Mana kecha bugundan beri shu mashinada postoyanno aylanyapmiz. Bu mashina o'sha sizlar bilgan Valchokda egasi Usmonxo'janing avtomobili bo'ladi. Mashina просто bombitskiy. Yana bitta mashina. Bugun lekin Mercedeslar BMW ning orasiga qolib ketdi lekin. Bu ham bitta BMW M6. Bu kabriolet. Buni xarakteristikasini so'ramadik lekin, ha. Короче, buni ham hozir alohida obzor qilamiz. Bunga hamma har bir avtomobilga yezdivo xarakteristikasini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Ustilari ochiladi buni ham lekin. Kimga qanday? Har doim mana aytaman-ku, kupe egalarining avtomobili. Yana bitta avtomobillardan bittasi endi Mercedes bilan tugatamiz. Mercedes 205 4.3 deb yozilar ekan, lekin bu 3 litrlik. Полностью pneumatik 4 ta videoshi ballonlari bilan. Jahongir, nima deysiz? Qaysi avtomobilni boshlashimiz mumkin? X6dan boshlaymiz. Endi kommentariyada umuman like podpiskaga qarab endi bilib bo'lmaydi. Kommentariyada yozinglar, qaysi mashinani nima obunachilar deydimi, muxlislari deydimi ko'p ekan. Kommentariyada yozinglar, qaysi avtomobil. Men uchun bu avtomobillar hammasi, bular hammasi legendarniy avtomobil. Bitta общий planga ko'rsatib boring Jahongir, mashinalarni. Mashinalarni qaysidir bir Instagramda istoriya qo'yganimizda aytayapti-ku, nima mashina ko'rmaganmisan dedi. Mashina ko'rganman, lekin bunaqa avtomobillarni o'zi ko'rgan paytida faqat yuzida kulgi tabassum bo'lishi mumkin. Boshqa narsa emas. Mashina qarang, Mercedes. Hozirgi chiqadigan bizlarni ko'chalarimizda yurgan elektromobillar bor-ku, ovoz chiqmaydigan, viqiliblari yo'q mashinalar. Ular avtomobil emas-da o'zini olganda. Mana ular haqiqiy avtomobillar. To'g'risi, avvalambor ushbu avtomobillar bizga taqdim etgan Usmonxo'ja, Sharif, Faridun bular hammasiga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman, rahmat aytaman, juda ham xursandman. Buni olganda Jahongir bizlarni bir kunlik poyezdkamiz yetmas ekan obzor olishga, ha? Hali yana kutiladigan avtomobillar juda ham ko'p edi. Juda ham ko'p edi. No, harakat qildik, что birinchi bizlarga nima deydi, umuman narodniy avtomobil desa ham bo'ladi bular. Bular hammasi narodniy avtomobil. Shu hisobdan endi birinchi boshlaydiganimiz X6 ekan, to'g'rimi? X6 ni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, endi va'da berganmiz, endi qatorda boshda turibdi, BMW X6 dan boshlaymiz. Birinchi bu внешний videoga baho beringlar. Endi kimga qanday BMW X6 ni umuman olganda ko'rinishi внушительный deydi ruschasiga, o'zbekchasi qanday bo'ladi? Haybatli bo'ladi. O'zbekchani o'rganyapman gapirishda, haybatli. Shu vahimali, juda ham zo'r. Ko'p aytadi buni, ana nima deydi, rasxodlari benzindan ko'p iste'mol qiladi deydi. Bilmadim qanday. So'rab ko'ramiz qancha litr rasxod qiladi. Hozir dizel deydi buni. Bu dizel benzin, ha? Dizelda yuradigan mashina. Dizel.
orqa tarafini ko'rishlaring mumkin. Endi har videoda aytish endi noto'g'rimi deb o'ylayman yoki endi aytsam bo'ladi. Buni olganda nemis mashinalari chizgan odamlar, dizaynchilar bilmadim, вообще yaxshi chizadi, lekin shuning uchun ham hozir Xitoyda ana avtomobil kompaniyalari ko'proq nimani nemis dizaynlarni olib turib o'zining avtomobiliga ishlatyapti. Orqa ko'rinishni farlariga mana bu stokoviy BMWlarda mana bu выхлопный sistemasi chiqadigan глушитель kichkinaroq bo'lar ekan, именно M da qarang katta bo'lar ekan. Bu обманка emas, haqiqiy выхлоп глушитель полный M обвесdan emas, stokoviy M. Planiklari mana bu bilan qo'yilgan ekan mana. Bu ana yomg'ir uchun, ha, adashmasam. Yomg'ir uchun mana bu ikki tarafdagi. Bu zavod bo'lmaydi. Spoiler ham qo'yilgan. Shu birdaniga sразу nima deydi? Salonga o'tib ketamiz. Salon. Sijenlari M ekan. Buni ham полностью elektropaketda. Holati juda ham shkarni holatda mashinani. Endi Tojikistonda bu avtomobillar nima deydi? Ko'p defitsitdan avtomobilga kirmaydi. Buni olganda ko'p BMW juda ham ko'p. Orqa sijenlar holatlarini qaranglar buni. Mana siz aytgan narsa mana bu yoqda ham bor ekan. Mana отдельно ochilyapti mana. Siz Toyotaga aytdingiz-ku nima deb. Bunda uzr. Bunda o'rtoqman. Yo'q, bez ключ do'st emas. Prisoskasi bor. Mana qarang, hozir bu современный BMWlarda, hozir yana eski BMWlar bilan kuzov nimasi bo'lganmi, yo'q, shumkasini bilmadim, lekin hozirgi chiqargan современный Mercedes BMWlar metal sayyi yuqoriroq bilasizlar, shunday bo'lsa. Endi agar kim biladigan bo'lsa, shuni kommentar yozib qoldirishlari mumkin. Bismillah deb rulga o'tiramiz. BMW har qalay nima deydi? Driverskiy avtomobil, patologlari qop bor ekan, sijenlarning holatini qaranglar buni. Ko'jalar hidi chiqib turibdi. Endi mana bu funksiyalarni tushuntirmasam ham bo'ladi. Odamlar ko'p BMW fanatlar hammalang bilasizlar bu narsani. Ruchnik, elektronniy avto hold. Lekin mana shu BMW nimasiga avtomat korobkadan переключательlarga besh ketdim-da. Uni urib qo'yar ekansiz bunda. Bunda diq urish shart emas-kan. Lekin to'xtagan paytga mana parkovkani kecha shuni bildim. Bitta bossa o'zi avtomatik parkovkaga tushar ekan. Lipiskalari bor, har qalay bu sportivni. M paketda 3 litrlik dizel 260 ekan speedometri. Ko'jalar holatda вообще ideal holatda. Endi buni prosta ishlaydi. Lekin tkanoviy mana o'zini avtomaterial deydimi shuni? O'zini materiali juda ham chiroyli. Mana bu kajiroklarning nimasi holati kojani juda ham endi har qalay nemis bu, endi buni bir narsa deyish qiyin. Orqa sijenlarga ko'raman, ana sijen tagida podsetkalari bor ekan buni. Bu razdelni ochiladimi? Razdelni ochiladi. Bu yerda telefon qo'ygan joyi ham bo'lish kerak ekan, telefoni yo'q ekanligi. Ko'rsatishingiz mumkin. Tamam, bu yerda telefon turadimi? Yo'q, boshqa narsa turadi. Telefonni joyida bu. Bosib sindirib qo'ymaylik. Endi nadachoklari chuqur. Bu nima qilamiz? Javon haydashimiz kerakmi buni? Bu BMWda nimaga o'xshab bunga ham bor-da, nemis mashinasi baribir. Endi bu mana balonlar qoratilganiga e'tibor bermaysizlar. Qarang, mashinani bagajini qaranglar. O'zi karaskoy nima crossover bo'lishiga qaramasdan, lekin bagajligi juda ham katta. BMW X6 lekin menga ham yoqadi. Agar crossoverlarni tanlash, agar X6 ga agar bu bir qo'yadigan bo'lsa, olmayardim. Faqat buni rasxodlari juda ham katta-da. Nima deb o'ylaysiz? Faridun, можно один вопрос к вам? А сколько он жрет? Если все хорошо работает в плане турбины, там, всяких ошибок, где-то 10 литров, 8 литров. Это в городском цикле, да? Да. Это дизель, да, он, правильно? Это на дальний где-то 6 литров. 6 litrов? Yevropaning hamma avtomobillari bunday olganda dizelda yuradi. 10 litr bu avtomobil uchun, tim bo'lib M paketda juda ham zo'r. Bizlarda dizelimiz musur. Uni hamma tan olgan. Nafaqat men burosda beri kelib aytganim yo'q. Umuman olganda bizning dizelimiz musur. Agar dizelni avtomobil nima uchun yevropeylar ko'proq dizel oladi? Dizelni ekonomичный, iki motorlar juda ham mo'shni bo'ladi. Даже Rossiya bozorlarida ham, ana nemisda, ana mana Mercedesda ham, BMWda ham dizelli motorlarni ko'proq xarid qilishadi. Sababi
Надежный. Mana даже furalarda ham dizelli motor, avtobuslarda ham dizelli motor, потому что chunki ular мощный. O'rtoqlar, BMW X6 ning kalti egasiga отдельно rahbar respekt deymiz. Просто mana shu hozir kruk qilamiz, mashinani sezish uchun. Ketdik. Ketdikmi? Bismillah. O'rtoqlar, BMW X6 ni birinchi marta haydayman. Mashina juda ham katta bo'lishiga qaramasdan nima deydi, anaqa. Lekin taqir-tuqur ko'p ekan-a. Yana suvlar bo'lgani uchunmi? Javob nima deb o'ylaysiz? Shunday ketib qolgan. Shumkasi ketganmi? Yo, shumkasi ketmagan. Bu yerda suvlar bor, yana boshqa narsalar bor. Shuning uchun o'zigina nima bo'lyapti. Bir bosib ko'ramiz endi. Bu yerdan ana mehmonlar ko'p kelgan ekanda shuncha ko'p qattiq bosib bo'lmas ekan. No, lekin mashinani yurishi, o'ziga uverenli rulda turishi. Biz ham uni sportga qo'ymadik shekilli. Mana bu yerda shaybalar bor, просто ekonom rejimda haydayapmiz buni hozir. Mashinaga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Jahongir, nima deysiz? Bilmayman, men haydab ko'rdim. Bunda pomidor bor, bizda pomidorga tekkanimiz yo'q qarshi mashinani. Mashina ichi issiq ekan, shuncha tezroq tushamiz mashinadan. O'rtoqlar, endi agar o'zimda shuni ham aytmoqchi bo'lsam, bu mashinalar kim olishi mumkin? To'g'ri, o'tgan safar qaysi bir nimani aytgan paytimda, Porsche Cayenne aytgan paytimda, har qanday odam minmaydi degan paytimda sal buni tushunganlaring sababi buni BMW ga o'xshagan avtomobillar, buni obslujivanyasi umuman ходовой sistemasi bo'ladi. Umuman benzin rasxodi bo'ladimi? Benzin masalan dizelda eshitilaring 10 litr yeydi, trassada 6 litr rasxod qiladi. Bu avtomobillarda mana bu karmani ko'taradigan odamlar olmaydi. Misol uchun hozirdan nima, masalan men ham olib turib mashina haydashga karmanim ko'tarmaydi. Sabab buni nafaqat buni benzin, buni o'zining rasxodlari bor. Har doimgi har oylik yoki masalan to'lari bor. Moyi deydi, kolotkasi deydi, boshqasi deydi. No, avtomobil dostoyni, to'g'risi. Hozirga chiqadigan BYD deysizlar, kitayskiy qaysidir avtomobillar maqtaysizlar-ku, umuman bular yoniga ham tura olmaydi dash. U faqat buni haydagan uchun emas, umuman olganda nemis mashinalari hozirgi to'g'ri, hozirga chiqadigan avtomobillari BMW ham Mercedesdan marketing aylanib ketgan, no, lekin mashina stoyid. Agar kimdir olib haydashda puli bor odamlarga men savet beraman. Olinglar, mininglar. Buni bundan oladigan kayflaringni, bundan oladigan rohatlaringni boshqa avtomobillarga bera olmaydi. BMW X6 masalan boshqa crossover bilan uni san'at qilish kerak emas. Bu BMW X6, bu BMW X6 bo'ldi. Uni Audi o'ziga yarasha xarakteristika ega, Mercedes o'ziga yarasha xarakteristika ega. Har doim aytaman, BMW drive, bu emotsiya, bu sport. Shuni tushunganlar bo'lsa, obunishlari mumkin. Meni nima положительный BMW X6 ga nisbatan. Men faqat qo'rqaman, buni rasxodlari juda katta bo'lgani uchun, agar buni oxirgi pulga olmaydi chiqash o'rtoqlar. Misol uchun o'zimizning bozorda 25 ming, 30 ming, 20 ming dollar turadigan bo'lsa, oxirgi pulga olishingiz bu xato narsa. Chunki sababi olganingizdan keyin bu avtomobilni obsluj qilishingiz kerak. Qanaqadir narsa sizga aka mashina toza, ideal degan bilan unga garantiya yo'q. Ertaga nima bo'ladi bilmaysiz. Biror narsasi ketib qotir 200 dollar, 300 dollar rasxod yoki 500 ming dollar chiqadigan bo'lsa, voy bo'lmaydigan degan narsa bo'lib chiqmasin deyman. No, meni fikrim BMW X6 stoyish avtomobil. Mercedes C-Class 205 2018-yil. Orqasida shildagida 4.3 yozilgan 3 litrlik. Buni olganda 3 litrlik motor, biturbo, полностью fomatik. Yuradigan benzini 95 ta yuradi. Rasxodi shahar ichida 12-13 litrda. Agar bunday endi o'ylashimcha 10 deyishyapti, 10 litr rasxod qilmaydi bu ham. Ну где-то 8-9 litr yeyishi mumkin. Спокойно ездadi. Fomatik, полностью AM ga paketda.
Polni krugovoy ko'rsating Jahongir mashinani. Mashina ko'p katta emas, balansirованный o'rtacha hajmdagi sedan. Jahongir kecha yurdingiz, o'tirdingiz. Fikringizni ham birdan aytib ketavering mashinaga nisbatan. Rostini aytavering, ha. Ha? Endi BMW fanatida bor. Ha. Nimasi yoqmadi sababi? Prosta asfalt ushlashi. Ba'zi yengilligi nima turibdi, tezroq yuradi. Yengilligi qanaqadir ushlashi. Endi sravniyangizga bunday bo'ldi, to'g'rimi? 211 ga o'tirdingiz, keyin bunga o'tirib ko'rdingiz, to'g'rimi? Sразу ощущение bo'ldi sizga shunga nisbatan shu tomondan. Agar lekin o'zimizni boshqa avtomobil bilan sravniy qilsa, Kovuldan yaxshi. faqat Cobalt yaxshimi? Bu mashinalar toshgan o'zimizda bozorda qancha 25 ming dollar, 30 ming dollar aka dedi. Endi bu Fomatic emas, 2 litrlik edi. Bu komplektatsiya по-моему 30-35 ming dollar bo'lishi kerak, adashmasam. Adashmayotgan bo'lsam. Lekin qora bilan mana bu qora spoiler qilib oq nimaga o'xshatganlari juda ham zo'r. Mana C43 yoziladi. Bu avtomobilni biladiganlar, bu ham zaryajenniy 3 litrlik ekan o'zimni olganda. Polностью. Ayamga vixlib. Bu lekin turba haqiqiy bo'lish kerak lekin Jahongir. Haqiqiymi? Haqiqiy. Bu haqiqiy. Mashina полностью panoramli krishada, tepalari полностью panoramada. Beskluchovoy dostuplari bor mashinani. Mana salonni oling. Mashina bunday olganda ko'p kichkina ham deb bo'lmaydi. Mana misol uchun hozir bunga valyajni o'tirgan, hozir orqaga sразу o'tirib ko'rsatmasak, remenlar lekin qizil ekan, chiroyli ekan. Qora bilan, bismillah. Mana. Buni mana egasi o'zi bo'yi uncha ko'p uzun emas, lekin orqaga tirab qo'yibdi, lekin mana sizinasi sal korotkroq. Bu endi o'ylashimcha uzoq yo'lga ketganda charchadim deb aytib bo'lmaydi. No, xohlardik shu qanaqa endiroq bo'lganda charchashingiz kamroq bo'ladi. No, panoramli krisha bu alohida bitta tema, haqiqatan ham zo'r. Bular hammasi svetodiodniy ekan. Lekin mana shularda даже kichkina detallargacha e'tibor berilgani juda ham odamga yoqadi-da. Bu ko'p bunday zo'r narsa emas, lekin zo'r. Orqada vixlib nimalari bor, adduvlari bor. Bu yerda klimat kontrolni boshqara olmaysiz. Faqat past baland qilib o'chiradi, bu narsa qilar ekan bunda. Orqasi haqida ma'lumot shu. Endi Jahongirga yoqmadi, sababi endi 211 bilan sravniya qildi mashinani. Jahongir yengilligini, endi hozir современный mashinalar hammasi shunday deb o'ylayman. Bunday yengilligini aytadigan bo'lsam, mashina stokoviy. Mana bu tana nimanikida? BMWning kuzovidan. To'g'rimi? Linzovni farlari bor. Mana bular hammasi svetodioddan deyiladi. Mana bular farlari. Bular hammasi adaptivniy-da. Mana prototipa mashina kelgan paytda lazerning nimasi prototipa kelgan avtomobilni ko'ziga urmaydi, juda. Buni ham haydab ko'rishimiz kerak, Jahongir. Ha? Buni haydamasak bo'lmaydi. Endi bularda расходник o'sha kun bozorda borib hisoblatdik-ku nimasini. Yoki bu. Buni nimasi bu yoqdan ochilar ekan. Ochilmadi. Keta ko'p расход qilmaydi bular. Keyin nimasi agar nashat ходовой sistemasini oladigan bo'lsak, ходовой